Qur'on o'qiganlar, yodlagan, o'qigan insonlarga qiyomat kunida Alloh qorilardan oldin, Qur'on o'qiguvchilardan oldin, xoh qizlar bo'lsin, xoh o'g'illar bo'lsin, bu yerda jins aloqasi yo'q. Mana shu insonlarda Qur'on tilovatini o'qigan, Allohning kalomini o'qigan va yodlaganlarda o'zini emas, ota-onasini chaqirtiringlar deydi Alloh taolo. Ota-onasini chaqirtiringlar deganda chaqirilayotgan ota-onalarda Allohning e'tiborini qarang, piyoda yurishmasin deydi Alloh taolo. Meni huzurimga jamoatning ichida piyoda kelishmasin deydi Alloh taolo. Farishtalarni xizmatga buyurib, tillodan bo'lgan kursilarda Qur'on o'qigan insonlarning ota-onasi ko'tarilib keladi. Sizlar biz atrofdagilar o'tirganlar hayron qolib, yo bu payg'ambarlar kelyapti, yo yana bir qanaqadir toifa kelyapti, Allohning yaqin bandalari kelyapti deb xavotirga tushib qolgan paytimizda farishtalar aytadi: "Ey musulmonlar, o'rganinglar, Qur'onni o'qiganlarda ota-onasini Alloh mana shu tillodan bo'lgan kursilarda olib keltiradi" deydi farishtalar. Va ularga qarib shu ham yetmaganidek, mana shu tillodan bo'lgan kursini ko'tarib kelayotgan paytida quyosh va undan da yorqinroq bo'lgan tojlar kiydiriladi Qur'on o'qiganlarda ota-onasiga.